Assalomu alaykum hammaga. Mijozlarimiz tomonidan ko'p savol berishadi. Qanday buni ishlatish kerak? Hozir ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha. Akalar, birinchisi kerakli hidni tanlaymiz. Masalan, Newcar bosdim, boshida derazadan har xil taraflarga yurgizaman, ichini to'ldiraman tomonga. Ko'rsanglar mumkin oynadan qanday ketadi. Akalar, ikkinchisi kerakli hidni yana tanlaymiz. Bosamiz, ikkinchisi eshikni ochamiz, eshikni ichi bo'ylab yurgizamiz. Oldiga yurgizishi mumkin. Aslar poliklarimga ham o'tirsin desa, poliklarga, ichiga. Akalar, uchinchisi kerakli hidni yana tanlaymiz. Biza tashqaridan havo tortamiz boshlang'ichiga. Ketdi, ko'rishinglar mumkin, mana chiqishini, ketdi tortadi. Ketdi, ichiga qarab o'ryapti. Ko'rishinglar, ichiga oynalardan chiqib ketishini, oynasini yopamiz. Ichiga turadi. Bu uchinchisi akalar. Aytgan derazadan, eshikdan va konditsionerdan qilishimiz mumkin akalar.